shayx hazratlarini bilasizlar, Alloh rahmat qilsin. Bir ehsonda o'tirganlarida birov endi yo ataylab hazil mazah ma'nosida yoki hazratni izza qilmoqchi bo'lgandirlar, yoki haqiqatdan ham bir boshqalarga ibrat bo'lsin deb savol uni bilmaymiz, ichida nima borligini savol qilgan ekanlar. Hazrat degan ekanlar, labbay desalar, Allohning telefoni bormi debdilar. Savolni qarang. Allohning telefoni bormi? Telefoni bo'lsa raqamini nechi bilasizmi debdi. Hazrat-ku. Dunyo tanob qo'yibdi-yu, u kishini tan berib qo'yibdi-yu. Ha, telefoni bor debdi. Nomerini bilasiz? Bilaman debdi. Yozib oling debdi. 2 2 4 4 2 4 3 2 4 2 3 degan ekan. Bu qanaqa raqam bo'ldi debdi. 2 rakat bomdod sunnati, 2 rakat farzi, 4 rakat peshinni sunnati, 4 rakat farzi, 2 rakat sunnati, 4 rakat asrni farzi, 3 rakat peshin shomni farzi, 2 rakat sunnati, 4 rakat xuftonni farzi, 2 rakat sunnati, 3 rakat vitr. Shuni terib qiling, albatta ko'taradi degan ekanlar. Mana aql, mana ilm. Ilm nima uchun kerak, birodarlar? Biz o'tiraverardik. Naryoqlamni aylantirib kelardikda, bir balo qilardik, qarqildi, xoniqa degan javob bera olmasdik. Shunaqa bunaqa ilm, bunaqa javob berish uchun Hazrat singari farosat va ilm egasi bo'lishimiz kerak.